Nimaga tarixda kuchli o'rganishimiz kerakligini 6 kun janglari bilan isbotlab beraman. Agarda hozir falastinliklar zulm ko'rayotgan bo'lsa, tarixdagi arablarning diplomatik bilimi yetarsizligidan. Buni tan olish kerak. Tarixda ko'p xatolar qilishgan. O'shuning orqasidan badal to'layapti arab millati. Endi bu qanday bo'lgan degan savol berishingiz mumkin. 1967-yil 5-iyundan 11-iyungacha 6 kun janglari bo'lgan. 4 ta arab davlati Isroilga hujum qilgan. Qaysilar? Falastin, Iordaniya, Misr, Suriya Isroilga hujum qilgan. Isroilda 100% suvga ehtiyoji bo'ladigan bo'lsa, zo'rg'a 60% ni chekkan bo'lgan. Lekin o'sha 60% ni ham yo'lini to'sib qo'yishgan. Suv bilan qiynashgan. Keyin 4 ta arab davlati birdaniga hujum qilgan. Suriyaning prezidenti nima degan? Arablar jang istaydi degan. Bir sabab yo'q. Arablar jang istaydi degan. Keyin Isroil kalta yeyapman mana degan dunyoga. Yeb bo'lgandan keyin 200 ta samolyotini birdaniga havoga ko'targan. O'shanda Misrda 280 ta samolyoti, Suriyaning 53 ta samolyoti, Iordaniyaning 20 ta samolyotini qulatadi va yarim soatda butun havoni egallaydi. O'zining tuprog'idan 3 barobar katta tuproqni egallab oladi Isroil. O'shanda BMT, ya'ni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Isroilga chiqasan atdan deydi. Isroil chiqib ketadi. Lekin Falastinning ko'proq tuproqlari Isroilda nazoratiga o'tadi. Bittagina xato. Hamma narsa u kuch bilan hal qilinmaydi, bilim bilan hal qilinadi. Lekin o'sha Isroil g'alabani qozongandan keyin matbuot anjumani bo'ladi. O'shanda bir gazetachi savol beradi Isroil generaliga. Bizni hayron qoldirdingiz, afandim deydi. 200 ta samolyotni birdaniga ko'tardingiz, yarim soatda havoda egallab oldingiz va 3,5 barobar tuproqda egallab oldingiz. Buni qanday qildingiz deydi. O'shanda aytadiki, Yovuz Sulton Salim Misrni xuddi shunday zabt etgan deydi. Yo'q deydi. Ha, musulmonlar bu narsani bilib, xuddi shunga chora ko'rishlarini bilmadingizmi desa, musulmonlar o'zining tarixini biladi degan ekan. Qarang. Do'stim, biz bilimga berilishimiz kerak. Tarixni faqatgina yilini, u busini o'rganmasligimiz kerak, xulosalar chiqarishimiz kerak, dars chiqarishimiz kerak. Mulohazalar qilishimiz kerak. Hamma narsa hissiyot bilan emas, aql bilan bo'ladi. Amir Temur aytganidek,